Assalomu alaykum. Qadrli YouTuberlar, yaxshimisizlar? Gap qisqa qilib mavzuga o'taman. Xullas, kommentariya kelgan ekan. Qishloq chetida oziq-ovqat do'koni ochsam bo'ladimi? 5-4 ta raqobatchi bor debdi kishi. Fikrimni aytaman. Xo'p, hozir internet zamon. Doim klientlarni olib kelish mavzusi endi keng bu narsa. Bu mavzu keng. Masalan, deylik, hozir internet zamon. Yana hali gapga qaytaman. O'rmonda 2 ta odam ketayotgan ekan. Sher quvib qopti. Bittasi yugurib ketayotgan ekan, ikkinchisi to'plasini ipini bog'lab turgan ekan. Yugurib ketayotgan, to'plani ipini bog'layotgan odamdan so'rabdi. "Oshna, sen yugurmaysanmi?" desa, "Sen men bilan ishing bo'lmasin. Hozir men to'plam ipini bog'layman, sendan shuni oldinga o'tib ketsam bo'ldi, uzoqqa qochib ketishim shart emas. Sherga sen yem bo'lasan, men davom etaman" debdi. Buni ma'nosi nima desa, qishloq chekkasidamisiz, o'rtasidamisiz, farqi yo'q hozirgi kunda. Agar tovaringiz ko'p bo'lsa, tanlov ko'p bo'lsa, klientlar uchun sharoit yaxshi bo'lsa, sizga qishloq chekkasidan 10 ta magazinni betini bosib sizga kelaveradi odam. Nimaga desa, tanlov ko'p. Ana 4 ta magazinda oddiy kartoshka bir xil kartoshka. Sizda kartoshka 3 xil bo'ladi. Tanlov bor. Unisidan olaymi, bunisidan olaymi? Kolbasa mahsulotlari. Ularda 4 xil bo'ladigan bo'lsa, siz 40 xil qo'yib qo'yasiz. Umuman xalq ehtiyojiga kerak bo'lgan narsani hammasini tiqib tashlaysiz va reklamalar qilasiz. Telegram gruppalar, WhatsApp gruppalar hozir rivojlanib ketdi. O'sha yerlarda reklama qilasiz tovaringizni. U ham bo'ldimi shu bilan yo'q. Skidkalar, har xil qiziqarli shouga o'xshagan narsalar yaratasiz. Bugun kartoshkamiz menimcha so'm, kecha kunni chakana savdoda sotilgan, bugun optoy narxda sotiladi. Olgan narxingizda sotasiz. Ertaga yana boshqa narxda sotasiz. Mana shunday qilib o'zgartirib, xalqqa qulayroq sharoitlarni yaratib turasiz. Ular qila olmaganini qilsangiz, siz qishlog'i chekkasi emas, dalaning o'rtasida bo'lsangiz ham yutasiz, xalq keladi siz oldingizga. Bu klientning o'rniga o'zingizni qo'yib ko'rasiz. Sizga nima yoqadi? Sizga arzon bo'lsa yoqadi, sizga skidka bo'lsa yoqadi, bonuslar yoqadi va hokazo. Sizga yoqadigan narsalar. Borganingizda mashinangizga qo'yib qo'yishga parkovka bo'lsa yoqadi. Aloqaga qo'yib yo avariyli holatda mashinangizni qo'yib kirib ketish yoqmaydi. Stoyankasi bo'lsa do'konni yoqadi. Sekin sanab bo'lsa hammasi chiqib kelaveradi. Hop, stoyanka bo'lsa, steyajga qilib qo'yilsa yoqadi. Demak, steyajga qilib qo'yish kerak. Insonlarga qulaylik yaratganimiz sari insonlar o'zi keladi. Endi yana nima desa, nasiya berasiz. Odamlarga yordam berasiz, sadaqa ehsonlar berib turasiz. Mavzu o'ta keng. Bitta qishloq chekkasidan meniki lokatsiyam chatoq, unday emas. Odamlar hozir bu qishloqdan narigi qishloqqa do'konga boradi. Qishloq sharoiti deganingiz uchun qishloqdan gapiryapman. Bu qishloqdan narigi qishloqqa boradi. Nimaga desa, o'sha qishloqqa borguncha 10 ta magazin bor-ku. Lekin nima u yoqqa ketyapti? U yoqda sharoitlar yaxshi. Qiziq insonlarga u yerga borish. Nimaga desa, har kuni bir yangilik ko'radi u do'konga borib. Ana o'shaning uchun u yoqqa borishadi. Rossiyada do'konlar bor. Endi u do'kon qanaqa gipermarket, katta do'konlar. Dalani o'rtasiga qurib qo'ygan. Shaharni bir chekkasiga qurib qo'ygan katta supermarket, gipermarket. Uning ichida hamma narsa bor. Lekin klient yo'q. Klient o'zidan o'zi kelmaydi. Nimaga desa, 1000 ta magazin, 1000 ta supermarket. Hali gipermarketga qanaqa qilib odam olib keladi? Tekinga avtobus qo'yib qo'ygan. 20 ta avtobus tekinga odamlarni tashiydi. Prosta tekinga. Klientlarni tekinga olib keladi. Avtobus 100% tekin. 1 so'm ham pul olmaydi. 20 ta avtobus. Nimaga bunday qildi desa, agar klient kelmasa borib olib kelaman deydi.
Sizda unaqa deyilmayapti. Klient kelmasa borib olib kel deyilmayapti. Klientga qulay sharoitni qilib qo'y, o'zi keladi deyilyapti. Siz savolingizga javob bera oldim deb o'ylayman. Ochadigan bo'lsangiz oching, faqat bitta narsa bor. Ana shu do'konlardan 3 barobar pulingiz ko'p bo'lsin. Agar pulingiz ko'p bo'lmasa ochmang. U magazin shu qishloq chekkasida chirib yo'g'ib ketasiz. O'sha yarim qop kartoshkani olib kelib olib, bir qop piyoz olib kelib olib, bosh qashlab, o'zidan chiqadi-da, hali sopi o'zidan chiqadi. Sabr qilish kerak-da, sabr. Hali hakkillavermasdan desangiz, sabr qilib o'tiraverasiz. O'shaning uchun Jon Rockefeller aytganmi, kimdir aytgan, xullas, shunaqa buyuklardan bittasi aytganda, katta xarajatdan qo'rqma, kichkina doxoddan qo'rq. Ya'ni kichkina topilayotgan pullar seni yigitlik vaqtingni, ya'ni 25 yosh bo'lsang, 50 yoshgacha bo'lgan vaqtingni, eng jonkuyar, eng pul topadigan vaqtingni olib qo'yadi. Halinga aldanib, yaxshi bo'lib ketaman, 50 ga borasan, 50 dan keyin hech nimaga yaramaysan. O'sha hafsala pir bo'ladi. Ana o'shaning uchun ochdingmi? Boringni sot. Maksimum harakat qil. Bo'lmasa qilma bu ishni. Shuning uchun aytishadi, pulni pul topganda qadar, ya'ni biznes qiladigan bo'lsang, puling bo'lsa qil degan ma'no chiqyapti bu gapdan. Savolingizga javob bera oldim deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.